Ba'zan shunday bir qism keladiki, u butun serialning yuragini birdaniga ochib yuboradi. Bu safar ham xuddi shunday bo'ldi. Tashqaridan qaraganda hammasi asta-sekin joyiga tushayotgandek edi. Yarashish bor, uyga qaytish bor, homiladorlik quvonchi bor, oiladagi iliqlik bor. Xonadonlar ichida mehr uyg'onayotgandek, sovuq munosabatlar yumshay boshlayotgandek ko'rindi. Lekin ana shu iliqlikning eng tagida juda sovuq haqiqat yotardi. Eng qo'rqinchlisi ham shunda edi. Hech kim buni baland ovozda aytmayapti. Ammo har bir qahramonning ichida bir falokat sekin-sekin pishib borayotgandi. Kimdir kechikib anglayapti, kimdir haqiqatdan qochyapti. Kimdir esa hali ham o'zini yengilmas deb o'ylayapti. Go'yo bu qism boshidan oxirigacha faqat bitta savolni o'rtaga tashladi. Odamni avval gunohi yiqitadimi, g'ururi yiqitadimi, yo kechikib kelgan haqiqatmi? Avvalo kasalxonadagi voqealar bu qismning ruhini butunlay o'zgartirib yubordi. Yosh yigitning o'limi oddiy dramatik epizod bo'lib ko'rinmadi. Bu shunchaki bir bemorning ketishi emas edi. Bu boshqa qahramonlarga, ayniqsa Pari uchun ogohlantirishda yangradi. Pari tashqaridan o'zini tutishga urinadi, chunki u kasbining og'irligini biladi. O'limni birinchi marta ko'rayotgani yo'q. Ammo bu safar voqea unga boshqacha ta'sir qildi. U marhumga emas, go'yo o'zining ertangi kuniga tikilib qolgandek bo'ldi. Davolanmay yurib, o'zini sekin halokat tomon olib borgan yigitning taqdiri Parining ichida yashirin yotgan vahimani uyg'otdi. Shu lahzada u birinchi marta o'z dardini chetdan ko'rgandek bo'ldi. Odam ko'pincha o'z boshiga tushgan haqiqatni tan olmaydi. Biroq xuddi shu haqiqatni boshqa birovning taqdirida ko'rganda larzaga tushadi. Pari ham ana shu qaltis nuqtaga kelib qoldi. Uning ko'zlarida qo'rquv bor edi. Lekin shu qo'rquvning ichida yashash istagi uyg'onayotganini ham sezish qiyin emasdi. Bu uning ichki olamidagi juda katta burilish edi. Kasalxonaga yangi tushgan ayol bilan bo'lgan sahnalar esa qismning axloqiy qatlamini yanada chuqurlashtirdi. Ayolning baqirishi, inkor etishi, o'zidan qochishga urinishi, shifokorning esa sovuq, lekin og'ir haqiqat bilan javob berishi juda kuchli ta'sir qoldirdi. Bu yerda shifokor faqat kasallik haqida gapirmadi. U aslida tanlov haqida gapirdi. Inson haqiqatni qachon tan oladi? Tan olinmagan haqiqat qachon kelib bo'ynidan oladi? Ayolning jahlida faqat qo'rquv emas, o'ziga nisbatan yashirin nafrat ham bor edi. Chunki u biladi, endi qochib bo'lmaydi. Shu sababli bu obraz oddiy fon qahramoni emasdek tuyuldi. U xuddi Pari singari qahramonlar uchun og'riqli ko'zguga aylanayotgandek edi. Kasalxonadagi xodimlar orasidagi gap-so'zlar ham shuni anglatdi. Bu serial endi faqat oilaviy mojarolar haqida emas, balki insonning gunoh, pushaymon va qabul orasidagi ichki kurashi haqida ham hikoya qilyapti. Shu bilan birga uyga qaytgan baxt manzaralari ham bejizga ko'rsatilmagandi. Afzalbekning oilasi bilan qayta birlashishi, bolalarning beg'ubor quvonchi, xonadonning birdaniga yashab ketgandek bo'lishi juda iliq tuyuldi. Go'yo uzoq kutgan issiqlik yana o'sha uyga qaytib kelgandek edi. Lekin aynan shu iliqlik ichida eng katta sinov ham yashirin edi. Chunki yarashish har doim ham muammo tugadi degani emas. Ba'zan eng og'ir hisob-kitob aynan yarashgandan keyin boshlanadi. Afzalbekning ichidagi yumshash bu safar juda aniq ko'rindi. U g'ururini bir chetga surishga majbur bo'ldi. Yo'qotishning achchiq ta'mini tatib ko'rgachgina oilaning narxi nimada ekanini his qildi. Oldin u ko'pincha haqlik bilan kibrni adashtirib kelgandek edi. Endi esa ilk bor yurak bilan qarayotgandek ko'rindi. Shu sabab uning oilaga qaytishi oddiy randik sahna bo'lib qolmadi, balki Xarorniyening ichki burilishi bo'ldi. Ammo bu xotirjamlik uzoq davom etmasligi sezilib turibdi. Chunki endi u oilani yo'qotishdan qo'rqadigan odamga aylandi. Nozimonning homiladorligi atrofidagi mayin suhbatlar ham shunchaki quvonch sahnalari emas edi. Bu yerda ayol tanasining nozikligi, oiladagi himoya hissi va kelajak uchun qayta uyg'ongan umid juda ehtiyotkorlik bilan ko'rsatildi. Ayniqsa unga ovqat yedirishga urinishlar, ko'ngli aynigan bo'lsa ham parvarish qilish, sog'lom ona bilan sog'lom farzand qirazand avfifon juda ataylab berilgandek tuyuldi. Go'yo homila bu serialda oddiy yangi chaqaloq emas, bir ekin ikkinchi imkoniyat edi.
Emin tayyor turgan xavf ham bo'ladi. Hozircha bu xavf tashqaridan keladimi yoki ichkaridanmi, aniq emas. Lekin Nozimonning cholati juda mo'rt ekani bilinib turibdi. U ham jismonan, ham ruhan himoyaga muhtoj. Eng xavflisi esa shuki, uy ichidagi odamlar endi o'zlarini tinch his qila boshlashdi. Seriallarda esa zarba ko'pincha aynan qahramonlar biroz xotirjam tortgan paytda keladi. Bu qismdagi eng katta portlash albatta nazokat atrofida bo'layotgan ochilishlar bo'ldi. O'zini doimo vaziyat ustasi deb tutgan, odamlarni bir-biriga qarshi qo'yib, ularning qamoq, jazo muddati, moddiy narsalar va yashirin yo'llar haqida deyarli hissiz gaplashishi shuni ko'rsatdiki, ular axloqiy tubanlikning juda chuqur joyiga tushib bo'lishgan. Endi uyat ularga ta'sir qilmaydi. Faqat omon qolish strategiyasi qolgandek. Ammo shu suhbat ichida eng xavfli ishora boshqa joyda edi. Ko'mib qo'yilgan, yashirib qo'yilgan narsalar haqida aytilgan kinojakdagi katta to'qnashuvga kalit bo'lib turibdi. Bu oddiy pul masalasi emasga o'xshaydi. Agar nazokatning yashirin zaxirasi yoki yashirilgan dalillari bor bo'lsa, demak u hali butunlay yiqilmagan. U hatto qo'lga tushgan taqdirda ham tashqarida o'yin yurita olishi mumkin. Demak, uning hikoyasi tugamadi. Aksincha, boshqa bosqichga o'tdi. Birga yurgan odamlar esa og'ir kun kelganda bir-biridan ham qo'rqishni boshlaydi. Ana shu joydan ichki xiyonat ham boshlanishi mumkin. Nosirboyning holati esa o'ziga xos alohida dahshat olib keldi. Tanasida zaiflik seziladi. Ko'zlarida charchoq bor, lekin ego hamon o'sha. U kasal holida ham o'zini sinmagan qilib ko'rsatmoqchi bo'ladi. Hattoki uchrashuvga ham yiqilgan odam emas, hanuz kuchli odam sifatida borishni xohlaydi. Mana shu detaldan uning butun ruhiy holati ko'rinib turadi. Ba'zi erkaklar kuchini yo'qotayotganini tan olib tuzalishga urinmaydi. Aksincha, ko'proq rol o'ynay boshlaydi. Nosirboy aynan shu bosqichga kirib bo'lgandek. U mag'lubiyatni tan olmayapti. Bu esa uni ikki yo'ldan biriga olib boradi. Yo chinakam xavfli odamga aylanadi, yo bir zumda butunlay qulab tushadi. Nazokat bilan bo'ladigan uchrashuv uning uchun katta burilish bo'lishi aniq. Chunki bu ikki odam o'rtasida faqat manfaat emas, zaharli ishonch ham bor. Ular bir-birining qorong'u tomonlarini juda yaxshi biladi. Endi ulardan biri omon qolish uchun ikkinchisini qurbon qilishga tayyor bo'lish ham hech gap emas. Said bilan bog'liq sahnalar esa tashqaridan sokin ko'rinsa-da, ichida juda og'ir alam yashiringan edi. U sevgan ayolning yuragi boshqa joyda ekanini qabul qilmoqda. Bunday lahzalarda erkak har doim ko'z yosh to'kmasligi mumkin, lekin uning ruhi sekin cho'kadi. Ayniqsa unga qarata aytilgan va ma'nosi u faqat majburlikdan sen bilan yashagan bo'lardi degan gap vaziyatni butunlay kesib tashladi. Demak, bu yerda sevgi bir tomonda qolgan, taqdir esa boshqa yoqqa burilib ketgan. Said endi chorrahada turibdi. U o'zini achinishga ko'mib yuborishi ham mumkin, yoki ortga qarab buzilgan oilasini va o'tib ketgan munosabatlarni qayta ko'rib chiqish ham mumkin. Qism davomida berilgan maslahatlar bekorga emasdi. Go'yo yozuvchilar uni kechikkan bo'lsa ham, to'g'ri qaror sari yetaklayotgandek. Balki u oldinda eng og'ir ichki sinovlardan o'tib, nihoyat o'zini ham, boshqalarni ham adolatliroq ko'ra boshlaydi. Yana bir nozik chiziq bu qismdagi yengil va kulgili ko'ringan oilaviy sahnalar edi. Safar rejalari, samimiy hazillar, kuyovlik haqida aytilgan qochirim gaplar, kelin kuyov atrofidagi tabassumlar tomoshabinga bir lahza nafas rostlash imkonini berdi. Hamma narsa iziga tushayotgandek, uylar yana shodlikka to'layotgandek ko'rindi. Lekin serial bunday iliq fonni ko'pincha bir sabab bilan ishlatadi. Avval yurakni biroz tinchitadi, keyin zarbani yanada kuchliroq beradi. Hozirgi kayfiyat ham xuddi shunday bir bo'ron oldi sokinligiga o'xshaydi. Ota-onaning safarga chiqishi, uyda yoshlarning qolishi, muhitning bir maromga tushayotgandek bo'lishi, bularning bari kelayotgan kutilmagan voqea uchun maydon tayyorlayotgandek taassurot qoldiradi. Ba'zan aynan kulgi ko'p eshitilgan joyga eng katta sukut kirib keladi. Meni eng ko'p o'ylantirgan narsa shuki, bu qismda deyarli hamma qahramon qandaydir shaklda o'zini aldash bilan yuzlashdi. Kimdir dardini inkor etdi, kimdir sevgi borligini yashirdi, kimdir jinoyatini bekitdi, kimdir esa mag'lubiyatini tan olmadi. Va serial endi ana shu yolg'onlarning narxini bittalab undirayotgandek. Bu yerda hech kim birdaniga jazolanmayapti.
Aksincha, har kim o'z tanlovi bilan sekin o'sha jazoga yaqinlashmoqda. Shu narsa qismni yanada og'ir qiladi. Chunki ba'zan eng katta fojia baland qichqiriq bilan emas, ichida jim ketayotgan yemirilish bilan boshlanadi. Tomoshabin esa shu yemirilishni ko'rib turadi, lekin qahramonlar hali hanuz undan qochib yuradi. Nazokatning ishi ham shu yerda faqat huquqiy tomondan og'irlashmaydi. Uning o'tmishidagi boshqa jabrlanuvchilar ham chiqib kelishi ehtimoli kuchaydi. Hozircha tilga olingan tilla voqeasi yolg'iz emasdek tuyulmoqda. Bir eshik ochilgan bo'lsa, ortidan yana boshqalari ham ochilishi mumkin. Balki Feruza bilan bog'liq aloqalar qayta ko'tarilar. Balki manzur orqali yashirin ma'lumotlar yuzaga chiqib qolar. Balki ko'chmas mulk ortida turgan boshqa soyalar ham ko'rina boshlaydi. Shu bois oldindagi voqealarda nazokat faqat tergov bilan emas, aynan o'ziga o'xshagan odamlarning xiyonati bilan ham kurashishga majbur bo'lishi mumkin. Odam uzoq yillar qo'rquv ustiga saltanat qursa,